Munosabatlar nima uchun barbod bo'ladi? Ko'pchilik xiyonat deydi, yomon xarakter deydi yoki shunchaki yulduzlarimiz to'g'ri kelmadi deb bahona qiladi. Lekin haqiqat shundaki, aksariyat juftliklar eng katta illat tufayli o'z baxtini o'zlari qatl qilishadi va eng achinarlisi, ular buni qilayotganini hatto sezishmaydi ham. Bu illatning nomi o'zini oqlash yoki tushunishni istamaslik. Biz sherigimizni eshitish uchun emas, balki unga javob qaytarish uchun, o'zimizni oqlash uchun tinglaymiz. Biz haq bo'lishni baxtli bo'lishdan ustun qo'yamiz. Sherigimizning ichki dunyosiga kirishdan ko'ra, uni o'z qolipimizga solishga harakat qilamiz. Natija esa oddiy, yonimizda yaqin inson emas, balki o'zimizning nusxalarimizni ko'rishni istaymiz va bu istak amalga oshmaganda nafrat va sovuqlik boshlanadi. Nega bu illat eng xavflisi? Chunki u sekin-asta rivojlanadi. U katta janjal bilan boshlanmaydi. U har kunlik "sen meni tushunmayapsan" degan gijillashlar bilan, har bir mayda tanqid bilan ildiz o'tadi. Siz sherikingizni qanchalik ko'p o'zgartirishga uringan bo'lsangiz, uni shunchalik o'zingizdan uzoqlashtirasiz. Haqiqiy yaqinlik bu sherikingizni kamchiliklarini qabul qilib, uning ichki olamiga hurmat bilan kirishdir. Sherikingiz gapirganda unga javob qaytarishga shoshilmang. Uning ichida nima borligini anglashga harakat qiling. U nima demoqchi, u nima uchun xavotirda? O'zingizni oqlashni to'xtating. Haq bo'lishdan voz keching. Shunda siz haqiqiy yaqinlik nimaligini tushunasiz. Siz qanday deb o'ylaysiz? Munosabatlardagi eng katta illat nima? Fikrlaringizni izohlarga yozib qoldiring. Barchasini o'qiyman va shunga o'xshash chuqur mavzularni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling. Biz bu yerda ko'pchilik gapirishdan qo'rqgan haqiqatlar haqida gaplashamiz.